Yevropa avtomatikalarini o'z qulayliklari bilan ortda qoldirgan TMT avtomatikalari endi Namanganda. Xo'sh, TMT avtomatikasi o'zi nima? Shu savolga javob berish uchun TMT avtomatikasi o'rnatilgan xonadonga yetib keldik. Bu oddiy darvozani zamonaviy, aqlli va boshqariladigan tizimga o'tkazadigan avtomatika. Endi darvoza ochish oddiy ish. Kechasi uyga keldingiz, mashinadan tushmasdan darvoza ochasiz. Uyda hech kim yo'q yoki oilaviy dam olishga ketdingiz, lekin uyga yuk keldi. Hatto Amerikada bo'lsangiz ham telefon orqali, telefon funksiyasidan turib darvozani ochish imkoniga ega bo'lasiz. Bu tizim O'zbekistondagi rasmiy diler tomonidan zarur mahsulotlari bilan va ehtiyot qismlari bilan 2 yil kafolatga ega. Svet o'chib qolsa ham muammo emas, tizim 50 martagacha o'zini o'zi boshqara oladi, ya'ni ochilib yopila oladi yoki 3 kun davomida bemalol quvvat yetishi mumkin. Yomg'ir, qor yoki jazirama issiq qanday ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar bemalol ishlash quvvatiga ega. Tayvan mahsuloti, xizmati juda ham sifatli va ishonchli. Asosiysi narxi juda ham hamyonbop, $700 dan $1500 oralig'ida. TMT avtomatikasini bundan ham qulay afzalliklari haqida mutaxassisimiz ma'lumot beradilar. TMT avtomatikamiz professional tarzda o'rnatiladi hamda servis xizmatlarimiz mavjud. Barcha zapchastlarni o'zimizdan topishingiz mumkin. Xavfsizlik jihatdan 24 voltga ishlaydi hamda kichkina yosh bolalar mashina kelganda o'zini o'zi blokirovka qilib to'xtatadi. TMT avtomatikasi o'rnatilgan xonadonda, aynan shu xonadonda istiqomat qiluvchi uy egalariga yuzlanmoqchimiz. Buni qulayliklari haqida siz gapirib bersangiz. Juda ham xursandmiz. Anchadan bir rejalashtirib yurardik. Buni birinchi o'rinda menga yoqqan tomoni zaryadi bor ekan. Svet o'chganda ochish yopish bizga qulayligi. Yana bir nimasi tunda uyga kelganda signal chalib, qo'shnilarni bezovta qilishdan hijolat qilardik. Uydagilar chiqquncha charchab kelgans, kayfiyat buzilardi. Hozir kelasiz, ayyor eshigingiz ochiladi, kirasiz yopib, hech kim bezovta bo'lmaydi. Qo'shnilar ham, uydagilar ham maza qilib dam olishingiz mumkin, charchab kelganda. Shu asosiy safardan ko'p yurarkansiz. Ha, safarda ham imkoniyatlar bor. O'sha qayda bo'lsangiz ham telefondan turib, mana kameraga qarab kim keldi, ketdi, peshoxodni bossangiz bitta qanot ochiladi. Bemalol uyga qarindoshimi bir yaqiningiz kelsa kirishiga boshqa imkoniyat bo'lishi mumkin. Ko'chada kutib o'tirishmas ekanda, ochib qo'ysiz, uyda bemalol safda o'tirib turishaveradi. Shunaqa. Xursandmisiz o'rnatgan? Juda ham xursandman. Sizni tavsiya qilaman. Mazza qilasizlar. Darvozangizga zamonaviy tizim o'rnatish vaqti keldi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling. Namangan viloyati bo'ylab yetkazib o'rnatib berish xizmati mutlaq bepul tarzda amalga oshiriladi.